sonli qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Qozog'istonning Almuta shahrida elib berilgan saylanma muvaffaqiyatli tamomlandi. Sharq Turkiston surgunda hukumatda xalqaro sud mahkamasining Xitoycha sud munozara musobaqasi uyushtirganligiga norozilik bildirdi. Atalmış xalq saylamini ko'tarib chiqqanlarning keyindagi kuchlarning Xitoy istixboroti bilan hamkorlik munosabati bor. Amerika ovozi Sharq Turkiston surgunda hukumatining 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash faoliyatini ziyorat qilgan ekan. Kanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumati 15-iyul kuni Qozog'istonning Almuta shahrida saylam elib bordi. Saylamga Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati sahibxonlik qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor to'rdan qatnashdi. Saylam Sharq Turkiston milliy marshi bilan boshlandi. Orqadan shehidlarning ro'yiga Qur'on o'qilib, duo qilindi. Millat vakillik shartlari o'qib o'tildi. Undan keyin bosh ministr Salih Xudoyor Sharq Turkiston davlatining milliy manfaatini xalqaro anglatib harakat qilayotganligini, Sharq Turkiston surgunda hukumatining 2019-yildan buyon ko'rsatgan xizmatlarini, qo'lga keltirgan natijalarini, ya'ni Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiyliklarni Amerika boshliq g'arbdagi davlatlar va parlamentlarga irqiy qirg'inchilik deb tanitganligini, Amerika parlamentida Uyg'ur qonun loyihasini o'tirg'a qo'yilib ma'qullikdan o'tishiga sababchi bo'lganligini, Sharq Turkiston davosining kishilik huquq davosi emas, balki ishg'ol qilingan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish davosi ekanligini xalqaraga anglatganligini, 2020-yildan beri Sharq Turkiston davosini xalqaro sudga elib kirganligini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga doir dalil isbotlarning topshirilib, tekshirilishini talab qilayotganligini, davlatlarga Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qildirish uchun tirishchanlik ko'rsatayotganligini anglatdi. Shuning bilan birga Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilishning ahamiyatini va zaruriyatini ta'kidladi. Shundaqla atalmış xalq saylamini o'ttirg'a chiqarayotganlarning Xitoy istixboroti bilan hamkorlik holatida ekanligini, maqsadlarining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini pachaqlash ekanligini dalil isbotlari bilan tunishtirib, xalqning engidagi mujmalliklarni hal qildi. Saylamga qatnashgan omma ichida farqli fikr va ko'z qarashliklar bor bo'lib, xohlagancha fikr bayon qilish huquqiga ega bo'ldi. Vatanimizning nomining Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston bo'lishi tartishildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor vatanimizning 2 qatim Cumhuriyet e'lon qilgan vaqtda nomining Sharq Turkiston bo'lib, bu nomning issiq qon badaliga kelganligini, Xitoy ishg'ol qilib olgan vaqtda nomining Uyg'uriston emas, Sharq Turkiston ekanligini, shunga Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rish qilishining zarurligini aytib, xalqning tushanchisini oydinlashtirdi. Xalq bas-basda millat vakili bo'lishni xohlaydiganligini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun adoqqicha kurash qildiganligini bildirishdi. Ba'zilar boshqalar tomonidan nomzod ko'rsatildi. Shunday qilib, ko'pchilik ovoz bilan 10 nafar millat vakili kandidati saylab chiqildi. Bu Sharq Turkiston surgunda hukumatining xalqqa ishikni keng turda echayotganligini, demokratiyani haqiqiy joriy qildirganligini tushundirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoycha xalqaro sud munozara musobaqasining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida elib berilishiga yo'l qo'yganligiga qarata noroziligini bildirib, 14-iyul kuni axborot e'lon qildi. Axborotda mundaq deyildi: Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoycha xalqaro sud munozara musobaqasining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida elib berilishiga yo'l qo'yganligi va munozarada Tsinghua universitetining g'alaba qilganligidan andisha his qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Uyg'ur qurbonlariga vakolatan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan arz qilib, tekshirishni talab qildi. Bu da'vo tunji qatim 2020-yil 6-oyda sunildi. Undan keyin 2021-yil 6-oyda, 11-oyda va 2022-yil 6-oyda sunildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Uyg'urlar xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan adolatni yoqlab, da'voning tekshirilishini talab qilayotgan ahvol ostida Xalqaro adolat mahkamasining Xitoyning universiteti bilan faoliyat o'tkazishi bizni qattiq andishlantirdi. Bu hol Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda va chet ellarda yashaydigan Uyg'urlarga zulm qilishida turtkilik rol o'ynaydi. Xitoyning vahshiy zulmida yetkicha azob chekkan Uyg'urlarni texmi azoblaydi. Xitoyning Sharq Turkistondagi va chet ellardagi Uyg'urlarga qilayotgan besim, nazarband va zulmida Tsinghua universitetining roli cho'ng. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi buningga aloqador dokladlardan xabardor bo'lishi
va bu tür qurilishlar bilan bo'lgan munosabatda xuddi hamma ish normaldek pozitsiya bildirmay, buningga sal qaramaslik kerak dedi. Tsinghua universiteti fan texnikadagi e'tibori sababidan Xitoyning milliy istihborot tashkiloti deb bilingan. U Xi Jinping va Hu Jintao qatorliq Xitoyning danglik siyosiy katibalarining o'qigan maktabi. U yuqori darajalik mudofaa tadqiqoti va to'r hujumiga chetishlik bo'lganligi uchun xatiri yuqori o'rinlar qatoriga kirdi. Tajribaxonalari va texnikasini Uyg'urlarni kuzatish uchun qo'llanganligi oshkorlangan. Uyg'urlarga qilingan zulmga o'rtaq bo'lganligi uchun Amerika shirkatlari bilan sheriklashishi cheklangan Flytek bilan hamkorlashadi. Tsinghua universiteti hozirgi zamon Xitoy tadqiqot instituti universitetlari ichidagi aqllar biri bo'lib, uning mudiri Huanggang tavsiya qilgan siyosatlarning kam deganda 7sini Xitoy davlati, Xitoy kompartiyasi qo'llangan. 2011-yili uning Xitoy hukumatining amaldori va Tsinghua universitetining akademiki Hu Lianhe bilan yozgan 2-avlod milliy siyosat mavzuliq maqolasida har qanday bir davlat millatning uzun muddatlik tinchligi va muqimligi davlatning irqiy kimligini kuchaytiradigan va millatlarning kimligini sustlashtiradigan birlikka kelgan davlat irqiy sistemasi barpo qilishga bog'liq deyildi. Bu fikrlar jazo lagerlari qurish va Uyg'ur milliy kimligini suslashtirishni maqsad qilgan siyosatlarni aqliy asos bilan ta'minlagan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan dalil isbotlari Xitoyning bu xil siyosatlarni ijro qilib, Uyg'urlarni Tojikiston va boshqa davlatlardan qanday qo'g'lab chiqarganligini ko'rsatdi. Bu qilmishlar xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavalligida ishlangan bo'lganlikdan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish huquqi bor. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Sharq Turkiston davosiga mas'ul advokati Rodney Dekson xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Tsinghua universitetining Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan vahshiy dafsanchilik bilan munosabatli ekanligiga intayin sezgir bo'lishi, bularni taklif qilganda alohida ehtiyotchan bo'lishi, uning o'rniga o'z huquqini joriy qildirib, Uyg'urlarga qaratilgan ig'ir jinoiy qilmishlarni tekshirishni oldingi o'ringa qo'yish kerak dedi. Hukumatning axboroti Yevroasiyo kuzatish xabar kanalida 15-iyul kuni tafsiliy xabar qilindi. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston parlament kandidat saylamiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan va Sharq Turkiston xalqini qaymoqtirib, Sharq Turkiston surgunda hukumatini bulmoqchi bo'lgan atalmish xalq saylami aldamchilarining orqasidagi yoshirin kuchlar kimlar? Atalmış xalq saylami aldamchilarining tashviqotchilari o'zlarining parda orqasida chet ellik mutaxassislarning taklifi va nasihati bo'yicha harakat qilayotganligini ko'p qatim o'ttirg'a qo'ydi. Aniq oshkorlangan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, bu aldamchilarni cho'rdigan bir qism chet el mutaxassislari Türk Dünyası İttifaqlığı va Yordam Jamiyati va Ankara Kriz va siyosat tadqiqot markazi qatorliq Xitoyning chet eldagi bexatarlik va amonlik tadqiqot o'rni bilan hamkorligi bor Turkiyaning tashqi siyosatiga aloqador tashkilotlar bilan munosabati bor ekan. Xitoyning uzundan buyon Turkiya bilan quyuq istihborot va bexatarlik hamkorligi bor bo'lib, Uyg'urlarning Turkiya xalqi va hukumatiga bo'lgan sevgisi va ishonchidan foydalanib, Sharq Turkiston davosini yoshirin kontrol qilib va buzib kelmoqda. Navbatdagi istihborot o'yinida Xitoy bir tarafdan Uyg'urlarga hissdoshlik bildirgan va yana bir tarafdan Xitoyga moslashib Sharq Turkiston davosiga buzg'unchilik qilgan turk tashkilotlarini o'ziga parda qilib yoshirib kelmoqda. Xitoyning Türk Dünyası İttifaqlığı va Yordam Jamiyati qatorliq Turkiya vakolatchi tashkilotlarini shundaqla Mehmet Shukri Guzalga o'xshash Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilgan shaxslarni ishlatishi ajablanarli emas. Türk vakolatchilari tashkilotlar o'z navbatida gumonli qarqi ko'rinishdagi bir qism Uyg'urlarni ishlatib, oq ko'ngil va nodon Sharq Turkiston xalqini aldamoqda. Sharq Turkiston xalqi xalqaro siyosatdagi paskina istihborot o'yinlaridan ehtiyot qilishi kerak. Bu o'yinlarda ojiz va mazlum kichik davlatlar va millatlar cho'ng davlatlarning, hatto qarindosh davlatlarning chirik hukumatlari tomonidan setiladi va qurbonlik qilinadi. Afsus, ojiz millatlar va davlatlar bilib bilmay ularga ahmoqlarcha ishonadi. Sharq Turkiston va Sharq Turkiston surgunda hukumatining mustaqillik ko'rishini qo'g'dash uchun Sharq Turkiston xalqi hushyor bo'lib, Xitoyning aldamchiligiga qarshi turishi kerak. Xitoy Turkiya istihborot o'yinlarining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga buzg'unchilik qilishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Sharq Turkiston surgunda hukumati Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Amerikada o'tkazgan 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash harakati Amerika ovozi tarafidan ziyorat qilindi. Xitoyning radikallik, oshqullik, terrorlik bilan kurash qilishni bahona qilib qilayotgan qilmishlarining amaliyotda irqiy qirg'inchilik ekanligini, Oqsaroyning oldiga yig'ilgan Sharq Turkistonliklarning
Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun xalqaro jamiyatning amaliy harakat qo'llanishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladiganligini xabar qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatidan Aziz Sulaymon Sharq Turkiston yoshlar qurultiyidan Amanulloh Qashqari Urumchi qirg'inchiligini bir qancha ahamiyatli jumla bilan tushuntirdi. Aziz Sulaymon apandi inisining izdiyaksiz yo'qolib ketganligini aytdi. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining raisi Tumaris Almaz xalqarodagi barliq jamiyat va tashkilotlardan Xitoyning jazo lagerlarini taqish uchun yordam talab qilganligini aytdi. Mustaqillik masalasini quyosh misoli ism va jism bilan vujudga keltirishga tegishli istiqbol o'rnida ko'rmasdan, ömür hayotni bebelashtirib atalmış siyosiy analizlarni, safsataviy utopiyalarni bahona qilib, eg'izdan chiqqan o'rga o'xshash muomala qilib o'tkazgan xalqni so'z o'yiniga bo'g'ib tashlatish orqali yatlashgan ideologiyasiga bo'lgan sadoqatini ifodalashdan kayflanib yashagan va shu yo'lda qurbon bo'lgan bu bechora qahramonlar milliy tarixning yuziga tushgan o'chmas va o'chirgili bo'lmas dog' bo'lishdan boshqaga yaramadi. Uningdanmi xatarlik bo'layotgani bu dog'ning bugunmi farqli melodiyalarda takrorlanishiga yo'l qo'yishimiz. Ishning shakl va mojaro qismiga chepilib qilib, mohiyatini va orqa ko'rinishini butunlay diqqatdan soqit qilishimiz bo'lmoqda. Darvaqa, muhabbat va nafrat, haqiqat va safsata orasidagi madorlarga ko'milib yashayotgan bu holatimiz ma'lum ma'noda bizning kelgusi uchun daqqa aylanishni qabul qilayotganligimizdan, mal'unlikqa, haqdodiga yetkazib loyiqlashib qolgan xalq ekanligimizni isbotlab yashashga moyillashayotganligimizdan derak berib turibdi. Bundaq ofat xarakterli zihniyatning bizni mashg'ul qilayotganligi bizningla emas, kelgusidagi avlodlarning tragediyasi bo'lib qolishi vaqt masalasi xolos. Bundaq qo'rqinchli kelajakning bugungi mas'uliyatkorlariga aylanishdan ortiq baxtsizlik fojia bo'lsinmi? Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.